DTM testlari uchun 30 kunlik challenge boshlagan edik. Bugun challengeimizning birinchi kuni. Bizda quyidagicha test berilgan. Shundan mana bu ifodani qiymatini topishimiz kerak ekan. Ko'pchilik bu test ishlashda qanday kamchilikka yo'l qo'yadi? Ya'ni a ning kvadrati minus 7a plus 3 teng 0 tenglamani diskriminant qilib, ya'ni a ni qiymatini topishga harakat qilishadi. Bu bizda qiyin yo'l hisoblanadi. Buni osonlashtirish yo'lini ko'rib chiqamiz. Ya'ni buning uchun biz a ni bo'lib yuboramiz. Agar bo'lib yuboradigan bo'lsak, a minus 7 plus 3 taqsim a teng 0 bo'ladi. Bundan a plus 3 taqsim a teng 7. Bizda mana shu tenglik kelib chiqdi. Endi bu tengligimizni ikkala tomonini kvadratga ko'taradigan bo'lsak, demak, qisqa ko'paytirish formulasiga ko'ra bizda quyidagicha narsa kelib chiqadi. A kvadrat plus 2 ko'paygan a ko'paygan 3 taqsim a plus 3 taqsim a ni kvadrati teng 49. Va bizda a kvadrat a qisqarib ketadigan bo'lsa plus 6 plus 9 taqsim a kvadrat teng 49. A kvadrat plus 9 taqsim a kvadratni topadigan bo'lsak, 6 bizda tenglikning o'ng tomoniga minus bo'lib o'tadi va 49 minus 6 teng 43. Demak, biz topishimiz kerak bo'lgan ifodaning qiymati 43 ga teng. Bizda bu B javobda turibdi. Bu videoni DTM testiga tayyorlanayotgan o'rtog'ingizga yuborib qo'ying va sahifamizga obuna bo'ling.